Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov Toshkentga keldi. O'zbekiston va Turkmaniston prezidentlari o'rtasidagi tor doiradagi muzokaralar bo'lib o'tdi va ikki mamlakat delegatsiyalarining kengaytirilgan tartibdagi muzokaralari ham o'tkazildi. Keyingi yillarda o'zaro savdo hajmi 2 baravarga ko'payib 1 milliard dollardan oshgani, mahsulotlar turini kengaytirish va erkin savdo rejimidan samarali foydalanish orqali bu ko'rsatkichni 2 milliard dollarga yetkazish uchun barcha imkoniyatlar mavjudligi ta'kidlandi. Shovot Toshhovuz chegara oldi savdo zonasining ishga tushirilishi ham tovar ayirboshlashni ko'paytirishga xizmat qilgani, ushbu tajribani boshqa manzillarda, birinchi navbatda Olot Farab hududida qo'llash bo'yicha kelishuvga erishilgani ham qayd etildi. Bundan tashqari energetika sohasida samarali va o'zaro manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yilgani aytilib, yanada kengroq loyihalarga o'tish, shu jumladan istiqbolli konlarni birgalikda o'zlashtirish kelishib olindi. Transport sohasi ikki mamlakat iqtisodiyotlarini bog'laydigan muhim bo'g'in hisoblanadi. Bilamizki, yuk tashish hajmi o'sib bormoqda, bojxona logistika tartiblari soddalashtiryapti. Tomonlar Turkmanboshi portini birgalikda rivojlantirish va poytaxtlar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aviaqatnovlarni qayta tiklashga ham kelishib oldilar. Sog'liqni saqlash va tibbiyot fani borasidagi almashinuvlar ham faollashishi aytildi. Muzokaralar yakunida davlat rahbarlari erishilgan barcha kelishuvlarni amalga oshirish bo'yicha keng qamrovli yo'l xaritasini qabul qilish yuzasidan mas'ullarga topshiriq berdilar.